Hello everyone, hammaga assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Birinchi tanishib olsak. Men Xonzoda Yunusova 12 yildan ortiq ish tajribasiga ega xalqaro ingliz tili ustoz speakologman. Shu kungacha 3000 dan ortiq o'quvchilarga o'zimni uslubimni qo'llagan holatda speakinglarini chiqarishga yordam berib kelganman. Bemalol gapirishlarini, hayajonlanmasdan, uyalmasdan bu tilni ishlatishni sirlarini ko'rsatib chiqqanman. Bu videoda esa 5 ta ko'p o'quvchilarda uchraydigan muammo haqida gaplashamiz. Men har bitta muammoga yechim ko'rsataman. Bu muammolarga yechim topish uchun menda yillar ketgan o'rtoqlar, shu uchun diqqat bilan ko'ring, albatta sizga foydali bo'ladi. Qani boshladik. Birinchi muammo, meni eng yomon ko'radigan narsam. Ko'pchilik ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lganida gapirishni o'rganishi o'rniga grammatikadan boshlashadi. Tasavvur qiling, qaysi yangi tug'ilgan chaqaloqga qara, bu ot, kim nima savoliga javob beradi yoki bu sifat qanaqa savoliga javob beradi deb chaqaloqga o'rgatilinadi. Hech qachon. Shu uchun biz tilni o'rganayotganda bolaga o'xshab o'rganishimiz kerak. Ya'ni gapirishdan boshlashimiz kerak. Boshda kichkina gaplar, keyin esa uzun matnlar. Present simple, present perfect, past perfect hattoki biladigan o'quvchilarda umuman fluency bo'lmaydigan holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Balkim sizda ham shunaqadir. Balkim siz ham ko'p zamonlarni bilib, lekin fikr berishga kelganda o'ylanib qolarsiz. Tanish holatmi? Ingliz tili aslida o'zbek tilidan juda ham farq qiladi. Qanaqa farq qiladi? Tezligi bo'yicha. Gapirish uslubi deyarli bir xil. Ya'ni grammatikasi osonroq, nabarot. Lekin gapirishimiz bizning o'zbek tilimiz sekinroq. Men ingliz tili ustozi bo'lganim uchun o'zbek tilim tezlashib ketib qolgan. Lekin ko'chada ko'p holatda men odamlar bilan gaplashaman, ko'raman, manaqa gaplashishadi. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Men yuragim urib ketib qoladi. Chunki ingliz tilida ko'p gapirganim uchun o'zbek tilim ham tezlashib ketgan. Demak, biz grammatikaga chuqur qarashdan oldin ingliz tilini tezligini o'rganishimiz kerak. Bilasiz, ingliz tili juda ham tez til. Agarda bilmaydigan bo'lsangiz, kinolarni ko'ring, ashulalarni eshiting yoki qaysidir blogerni bitta tomosha qilib ko'ring. Misol uchun Mr. Beast yoki PewDiePie. Til o'rganishda fluencyga olib chiqadigan narsa birinchi tilni muzini eritib olish. Grammatika o'rganish, so'z yodlash o'z yo'liga. Agarda sizni tilingizni muzi erimagan bo'lsa, siz umringiz oxirigacha ingliz tilida gapira olmaysiz. Mingtadan oshiq so'z bilsangiz ham, hamma grammatikani o'rgansangiz ham. Ana endi ikkinchi muammo haqida gaplashamiz. Bu butun O'zbekistonda bor. Nimagadir biz nafaqat ingliz tilida, rus tilida gapirishga ham xijolat qiladigan xalqmiz. Ko'pchilik uyaladi. Ayniqsa yoshlar. Yoshlar shunaqa aytishadi, "Что men ruscha tushunaman, lekin gapirishga uyalaman" deyshadi. Nimagadir uyalish juda ham ko'p joyga tarqalib ketib qolgan. Bu qanaqadir virusga o'xshaydi. Bo'ldi o'rtoqlar, normallashtirish vaqti keldi. Xato hamma qiladi. Ingliz tilini inglizlarning o'zi ham xato qiladi. Men xalqaro ustozman. Menda ham xato bo'ladi. Native o'rtog'im bor. Native bilasiz, o'sha davlat, ya'ni amerikalik odam, u ham xato qiladi. Kentuckydan, KFC'ni vatanidan xato qiladi. O'shaning uchun xatoni normallashtirishimiz kerak. O'zbek tilida xato qilmaymizmi? Men hozir Toshkentcha gapiryapman misol uchun. Bu ham xato. Kitobiy gapirishim kerak. Shunchaki siz bilan gaplashayotganimda o'zim bo'lib gapiryapman xolos. Atak adabiy tilni men ham bilaman. No xato qilyapman shotaki. Uyalayotganim yo'q. Rus tilida ham, turk tilida ham, ingliz tilida ham gapiryotganimda men xato qilib qo'yishdan qo'rqib gapirmayman. Gapiraveraman-da. Isbotlashga, ya'ni o'sha odamga o'zimni ichimdagi narsani tushuntirishga harakat qilaman. Shuni orqasidan mashq ko'p bo'ladimi? Mashq ko'p qilgani sari odamning xatolari kamayib boradi va borib ravon, xatosiz gapirishni o'rganadi. O'quvchilarimga bo'ldi, uyalmasdan gapiravering, xato qilsangiz ham gapiring desam, ustimdan kulishadi-da deyshadi. Eng zo'r yo'li o'zingiz o'rganib oling, o'zingiz ustingizdan kulishni. Xato qilsangiz kulasiz, birga qo'shilishib, nima qildi, kulgili-ku. Men shunaqa qilardim. Xato qilsam, o'zim ustimdan o'zim kulardim-da. Kimdir kulishidan oldin o'zim kulib, keyin yana to'g'rilab, xatolarim ustida ishlashga davom etardim. Menga eng katta foyda bergan mashqim bu telefonimni o'chirib qo'yib, o'zim bilan o'zim gaplashish bo'lgan. To'g'ri gapiryapmanmi, noto'g'ri gapiryapmanmi bilmaganman. Shunchaki o'rgangan narsalarimni yoki o'sha tarjima qilishga harakat qilayotgan narsalarimni mashq qilganman. Shunaqa qilib, bir oy ichida ingliz tilim juda ham yaxshilanib ketib qolgan. Chunki men hayajonlanib o'tirmaganman. Ko'chaga musor tashlaganni chiqaramda, misol uchun, magazinga chiqqanimda telefonimni o'chirib qo'yardim. Jinni deb o'ylashingiz mumkin, lekin zato men hozir xalqaro ingliz tili ustoziga aylandim. Ingliz tilini native bilan bemalol gaplasha olaman. Uchinchi xato.
Men bu xato haqida jiddiy gapirmoqchiman, chunki butun O'zbekistonimiz bo'ylab tarqab ketgan. Bilasiz, hozirgi kunda ingliz tili deyarli hamma ota-ona bolasini ingliz tiliga berib o'qityapti, lekin ko'pchilik so'rab olishni bilmaydi. Har doim oldimizga bizani ota-onalar bolalarni olib kelganida, men shuni aytaman. Bizga berasizmi bolangizni, bermaysizmi? Qayerda borib o'qitsangiz ham iltimos so'rab oling. Natija bo'ladimi? Qanchada bo'ladi? Necha oy keladi? 1,5-2 yil? Yo'q, ingliz tili unaqa uzun o'rganadigan narsa emas. Agarda yoshi bolani kichkina bo'lmasa, kattaroq 16-15 yoshdan keyin bemalol 6 oyda yoki ana borsa 8 oyda okey o'rgansa bo'ladi. Lekin 1,5-2 yil emas. 8 oy o'qigan bola agarda tanishtirib ber o'zingni deganimda o'zini tanishtirib bermasa, men to'g'risi ota-onasini peshona teri bilan topgan puliga rahmim keladi. Butun O'zbekiston bo'ylab bu tarqalib ketgan narsani to'g'rilash meni eng katta orzularimdan bittasi. Bu qanaqa xato? Bu uslub. Juda ham ko'p o'quv markazlarida men dushmanligim yo'q hech kimga. Shunchaki ustilarda ishlab o'sishlarini xohlayman. Juda ham ko'p o'quv markazlarida 19-asrga taalluqli bo'lgan uslub ishlatilinadi. Bitta darajani 3 oydan o'qitishadi, o'quvchi 1,5-2 yil qatnaydi, 1,5-2 yil davomida 300 ming, 500 ming yoki 800 ming yoki 1 millionlab ota-ona bolalariga pul to'laydi. Lekin o'quvchini nafaqat fikrlarini so'rasangiz, oddiygina o'zing haqingda ma'lumot bergin, siz ismini, yoshini aytadi xolos. Qiziqishlarichi, uni orzularichi, o'tmishdagi xotiralarichi so'raydigan bo'lsak, u haqida hattoki o'ylab ko'rmagan bo'ladi. Ko'p holatda o'zimni ona tilimda o'ylab ko'rmaganman deyshadi. Bu ustozning aybi. O'quvchi kelganida o'quvchini nafaqat tilga o'rgatish kerak, o'sha tilda fikrlashga o'rgatish kerak. Agarda u tilda hali fikrlashni bilmasa, ustoz yordam berish kerak, что birinchi davay ona tilini, o'zingni ona tilingda shuni o'ylab ko'r. Qanaqa javob bergan bo'larding? Misol uchun 13-14 yoshli o'quvchilarga pul baxt olib keladimi degan savol bersangiz, javob berisha olmaydi. Ha yoki yo'q deb javob berishadi. Nimaga degan javobini bilmayman deb qaytarishadi xolos. Yoki yaxshi ko'rgan ranging nima? Oq yoki qora yoki qizil. Deylik hamma rang. Sababini bilishmaydi. Sababini aytishni ham bilishmaydi, tushuntirib berishni ham bilishmaydi. Aslida to'g'ri o'qish qanaqa bo'ladi? Sizga nimadir yoqsa, nimaga yoqishini обязательно uni izlab topishingiz kerak. Sababi bor hamma narsani. Yoqmaydigan narsani ham xuddi shunaqa sababi bor. Agarda inson o'ziga yoqadigan yoki yoqmaydigan narsani sababini aytib bera olmasa, u hali yaxshi rivojlanmagan yetuk inson emas. Stadizon markazimizda aynan yangi avlodga moslashtirilgan kurs, ya'ni uslubni biz ishlatamiz. Bu uslub orqali o'quvchilarni nafaqat 8-oyi yoki 6-oyiga borib keyin speakinglari chiqadi. Yo'q, darsga birinchi darsga kelganlaridan boshlab har dars speakinglari chiqib, toma-toma qo'l bo'ladi deydi-ku. Uslub shunaqa tuzilgan, o'quvchi har dars gapirishni boshlaydi va birinchi oyi o'zida natijani ko'radi, oddiy ingliz tilida suhbatlashishni boshlaydi. Birinchi oyini o'zida. Ikkinchi oyda mavzularimiz sal jadallashib boradi. Ya'ni ozgina qiyinlashadi. Juda ham qiyin, ya'ni mana bu yangi avlod qila olmaydigan darslar yo'q. Hammasi qiziqarli. Sizni o'zingiz haqingizda bo'lgani uchun ham qiziqib o'qiysiz. Bu yerda o'sha ikkinchi oyda fikr berish boshlanadi. Keyingi oydan dunyoviy muammolarni hal qilishga o'sha tushamiz. U ham juda ham qiziq. Debat haqida eshitgan bo'lsangiz kerak, mavzu tashaladi. Misol uchun, ayol kishi ishlashi kerakmi, yo'qmi? Yoki bo'lmasam o'g'il bolalar bilan qiz bolalarni balans, ya'ni equal gender equality bo'lish kerakmi, yo'qmi? Misol uchun, ayol kishi prezident bo'lish kerakmi yoki bo'lmasam o'g'il bola model bo'lishi normami degan debatlar bo'ladi. Hamma o'zini fikrini aytadi. Bunaqa paytda o'quvchilarimiz ingliz tilida jarayonda urushib ketib qolishadi. Ingliz tilida janjallashish bu prям next level, ishoning. O'zini fikrini aytish okey. Lekin janjallashib o'zini fikrini aytishga harakat qilgan o'quvchilar har doim ko'zlari yonib, yuzlari qizarib, maza qilib chiqib ketishadi u darsdan. Bu debat darslarimiz 3-oydan o'sha amalga oshirsa bo'ladigan darajaga olib chiqqan bo'lamiz o'quvchilarni. Stadizonda 3 oylik intensiv har kuni kelib o'qiydigan kurslar bor yoki mana shu har kuni kelishga vaqti yo'q odamlarni yoki ingliz tilini o'rganishga shoshilmayotgan odamlarni o'qitishimiz uchun через день, ya'ni kun ora o'qitadigan 6 oylik kursimiz bor. Mana shu kurslarni bitirib chiqqandan keyin o'quvchilarimiz har doim mamnun bo'lishgan, darslarni qilgan o'quvchilarda har doim natija bo'lgan. Assalomu alaykum, men ismim Osiyo. Men Xonzoda opa bilan 2 oydan beri ingliz tilini o'rganib kelyapman. Men boshqa uchebni sentrlarga borib grammatikalarni o'rganganman, lekin hattoki o'zim tanishtirib bera olmasdim. Xonzoda opani boshqa ustozlardan farqi bu ingliz tilini juda ham oddiy, sodda til bilan tushuntirib berishlarida. Menga ularning metodlaridan speakingga ko'proq urg'u berishlari yoqadi. Языковой baryerimni преодолевать qilib
ingliz tilini o'rganganimni o'zim ham bilmay qoldim. Hali mana 12 yildan oshdi. Bir marta ham men hamma darslarni qildim. Mana aytganingizdek darslarni qildim, darslarga keldim, lekin menda natija bo'lmadi degan odam bo'lmagan. Mana shu uchun ham men hozir bemalol videoda bu narsani gapira olyapman. Agarda bunaqa bo'lmagan bo'lganda gapira olmagan bo'lardim, to'g'rimi? Alhamdulillah, Allohga behisob shukr. Mana shunaqa doim yuzimiz yorug' bo'lsin. Endi 4-xato haqida gaplashamiz. 4-xato yoki 4-qiyinchilik desam ham bo'ladi. Ko'pchiligi atmosfera yetishmaydi. Ingliz tilini o'rganish uchun nimagadir Amerikaga borishim kerak deb o'ylashadi. Lekin meni Amerikada ham o'quvchilarim bor. 10 yildan oshiq yashab ham ingliz tilini o'rganisha olmagan. Chunki bu atmosferaga emas, sizni o'zingizning qiziqishingizga, sizni o'zingizning harakatlaringizga bog'liq. Ko'chada 7,5-8 bor odamlar juda ham ko'payib ketgan hozir. Lekin ular ingliz tilida gapiryaptimi tashqarida? Yo'q. Bizda ikkinchi til rus tili, ya'ni tashqarida rus tilida muloqot qilishadi odamlar, ingliz tilida emas. Demak, atmosferani nima qilishimiz kerak o'rtoqlar? O'zimiz yaratishimiz kerak. Ingliz tilida musiqalar, eski avlodning musiqalarini eshitishni tavsiya qilaman. Hozirgi yangi avlod sal bilmayman, yaxshi ashulalar aytishmayapti. Eski avlodlarniki Enrique Iglesiasning eski ashulari, Whitney Houstonning ashulari, Toni Braxtonning ashulalarida ma'noli, zo'r, hozirgi kungacha ishlatiladigan ingliz tilidagi aktual iboralar bor. Kinolar emas, multfilmlar ko'rishni men tavsiya qilaman. Nimaga kino ko'rishni tavsiya qilmayman? Chunki bilasiz, Yevropa bilan dunyoqarashi umuman boshqacha. Ujus kinolarni umuman o'zim ham ko'ra olmayman. Shu uchun men sizlarga maslahat beraman multfilmlarni ko'rishni. Agarda siz har kuni hattobi yarim soat multfilm yoki bitta ashula aytishga karaokeda harakat qilib ko'rsangiz yoki o'zingizni biladigan gaplaringiz bo'yicha gapirishga harakat qilsangiz, sizda bir oyda уже ancha natija boshlanib qoladi. Ingliz tilida bemalol gapirishni boshlaysiz. Agar siz haftada 3 marta 1,5 soatdan kursga qatnab, ingliz tilini o'rganib ketaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz ham adashasiz. Uyda обязательно, albatta atmosfera yaratishingiz kerak. O'zingizga o'zingiz what am I doing? Nima qilyapman? Where am I going? Qayerga ketyapman? Yoki what do I want? Nima xohlayapman? What do you want? Desiz, oynaga qarab aytaman. Menda bunaqa savol o'zimga nisbatan ko'p so'ralardi. Ingliz tilini o'rganayotgan paytimda oynaga qarab what do you want derdim. What do you want deb oynaga qarab o'zingizga so'rasangiz bo'ladi yoki o'zingizdan o'zingiz oyna yo'q bo'lsa what do I want deb so'rasangiz bo'ladi. What do I want deb shu savollarga javob berishga harakat qilishingiz kerak. Bu juda ham muhim va atrofingizga qarab odamlar nima qilishyotganini tasvirlaysiz. Misol uchun ukam telefon o'ynab o'tiribdi. My brother is playing his phone yoki surfing the net. Singlim uyga tozalayapti. My sister is doing the house chores. Mana shunaqa gaplar. 5-xato esa ustozga bog'lanish. Da, to'g'ri eshitdingiz. Ustozga bog'lanish. Biza ustozga bog'lanib til o'rganishimiz bu xato. Uslubga bog'lanish kerak. Siz til o'rganmoqchi bo'lgan joyingizga borib, uslubni surishtirishingiz kerak. Ustozni almashinuvi, bitta ustoz kelib boshqa ustoz ketishi bu normal holat. Chunki har bir o'quv markazining o'zining qonun qoidalari bor va ustozlarning ham o'zining hayoti bor. Shuning uchun o'quvchini bitta ustozga bog'lanib qolishi bu juda ham noto'g'ri narsa. Chunki siz ingliz tilini o'rganganingiz bilan umringiz oxirigacha faqat o'sha ustozingiz bilan gaplashib o'tmaysiz. Sizda boshqa odamlar bilan muloqot bo'lishi kerak. Siz boshqa odamlar bilan chiqishib ketishni, ular bilan misol uchun o'rtada munosabat qurishni o'rganishingiz kerak. Men hozir ingliz tilida sizga aytmoqchi bo'ldim, что building the relationship with other teachers really important. Bu juda ham muhim. Boshqa ustozlar bilan ham munosabat o'rnata olish. Bizda ko'pchilik nima qiladi? Bitta ustozga bog'lanib oladi. Agar o'sha ustoz ishdan bo'shab ketib qolsa, erga tegsa yoki tug'sa, tamom ingliz tilini tashlab qo'yishadi. Bu noto'g'ri. Uslubga bog'lanish kerak. Uslub nima? Uslub. Siz kelasiz, markazda aytishadi sizga garantiya beramiz. Mana haftada 3 marta kelsangiz, 1,5 soatdan dars bo'lsa, mana shu vazifalarni bajaradigan bo'lsangiz, mana shu urovingga chiqasiz 6 oyda. Misol uchun upper intermediate. Yoki bo'lmasam sizga uslubni kafolat berishimiz mumkin bo'ladi. Sizga garantiya beramiz, darslarni qiladigan bo'lsangiz 3 oyda upper intermediate olib chiqamiz har kuni kelsangiz. Mana shuni uslub deyiladi. Shu uchun o'rtoqlar faqat ustozga emas, uslubga bog'lanishinglar kerak. Study Zone markazimizda biz o'zimizning uslubimizga javob beramiz. Agarda siz darslarni o'z vaqtida bajaradigan bo'lsangiz, sizda albatta natija bo'ladi. Bundan tashqari, men shaxsan o'zim birma-bir intervyu qilib, speakingga juda ham kuchli ustozlarni ishga olganman. O'zbekistonimizda o'quv markazlari juda ham ko'p, lekin men yana boshqalarni gapirishmas, shunchaki aytibman, hamma markazda ham speakingga zo'r ustozlar ishlamayapti o'rtoqlar. Chunki men intervyu qilganimda 8 bor hattoki ustozlarni ham fikrlarini erkin aytisha olmayotganini
guvohi bo'ldim. Hayron qoldim. IELTSni qanaqa olishgan? Shu uchun hamma o'zini ustida ishlashi uchun balkim bu video motivatsiya bo'lar. Yaxshilik uchun aytyapman bu narsani. Harakat qilishgani o'zligiga plus, chunki shuni orqasidan non topishyapti. Ammo o'zim birga men bilan ishlaydigan ustozlarimizni birma-bir o'tirib, butun miyasidagi fikrlarni bemalol aytolyaptimi? Shunga e'tibor qaratib ishga olganman. Shuning uchun bemalol kelib darslarimizga yozilishingiz, birinchi bepul darsda ustozlarimizning mahoratlarini ko'rishingiz va keyinchalik biz bilan speaking chiqarishingiz mumkin. Agar siz ingliz tilini Study Zone'da bizani uslubimizdan foydalangan holatda o'rganishni xohlasangiz, biz sizga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Faqat amaliyot emas, mashqlar qildirib emas, tilga qiziqtirib, bu til sizga keyinchalik umringizning oxirigacha xizmat qilishiga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Kurslarimiz, darslarimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun ro'yxatda o'zingizning ma'lumotlaringizni qoldirib, ro'yxatdan o'tsangiz, menejerlarimiz sizga aloqaga chiqishadi va bepul birinchi darsimizga taklif qilishadi. Ko'rishguncha!